Vaqt tez o'tadi. Inson bolalikdan yoshlikka, yoshlikdan keksalikka intiladi. Har bir o'tgan kunimiz bizdan uzoqlashgan suvdek qaytmaydi. Har lahzani qadrlab, yaxshi ishlarga bag'ishlash lozim. O'zbek nomini dunyo arenalarida g'urur ila ko'ksida ko'tarib yurgan vatandoshlarimizdan biri endi oramizda yo'q. Shirin Abdullayevaning qisqa, ammo mazmunli hayotiga nazar tashlaymiz. Abdullayeva Shirin Bahodirov estrada xonandaligi yo'nalishida Ispaniya va Rossiyada o'tkazilgan xalqaro san'at festivalida Grand Prix sohibasi. O'zbekistonning faxri, o'z tengdoshlariga o'rnak bo'la olgan Shirin Abdullayeva bugun oramizda yo'q. Go'zal, kenja, Shirin uzr qizim. Birinchi marta bo'ldi adashim. Bezore, ta'sir qilmadi boshimga hech dori. Kelar yana lo'li bo'lsam qizlar ichra go'zallikda betaman. Yoshlikdagi u sevgi, maktabdagi u sevgi o'zgacha bo'lagan. Qaydolmayman men senga. Manzil nurli yo'limiz ravon, oq yo'l bergan ey aziz inson. Vaqtimizga bo'ling siz omon, vaqtli davron uchun tashakkur. 19 yosh. Endi gullash va orzularga erishish davri boshlanayotgan edi Shirinning. 2005-yilning 14-dekabrida Namangan shahrida dunyoga kelgan Shirin san'atga bo'lgan cheksiz sevgisi va iste'dodi bilan ajralib turardi. Pekindagi Sinxua universiteti talabasi ham bo'lgan. Yana bir yutuqlaridan biri u 2023-yilda Zulfiya nomidagi davlat mukofoti bilan taqdirlangan edi kichik Abdullayeva. Shu yoshgacha ota-onamni rozi qilishga harakat qilib keldim. Birinchi o'rinda rahmatli berishga harakat qildim va menimcha tengdoshlarimga qolaversa o'zimdan kichkina bo'lgan kuzatuvchilarga yaxshi o'rnak bo'la oldim deb o'ylayman. Xudoga ming marta shukr. Mana Shirin bizni juda ko'p xursand qilyapti. Zulfiya davlat mukofotini oldi. Keyin mana Xitoyning eng nufuzli universiteti Tsinxuaga grantga o'qishga kirdi. Shirin Zo'r TV telekanalining Ertalabdan salom, uxlamaysizmi ko'rsatuvlariga bir necha marotaba mehmon sifatida kelgan. Samimiy va dadil javoblari bilan u ko'plab dastur sonlarini esda qolarli qilgandi. Xush kelibsiz Shirinxon. Rahmat. Tomoshabinlar bilan so'rashib olishingiz mumkin. Xoh Xitoy tilida, xoh o'zbek tilida. Marhamat. 尊敬的观众大家好，大家早上好。aziz tomoshabinlar, barchangizga xayrli tong. Ha. 带你去一个神奇的地方，让你感觉都不一样。插花姑娘，插花姑娘，让欢乐在你身旁。 Shirinning o'limi nafaqat ularning oilalariga, balki butun bir O'zbekistonimizga katta yo'qotish bo'ldi. Sababi Shirin ko'p ishlar qilgan. Mana qisqa 19 yil muddat ichida o'zining umri davomida juda ham barakali umr kechirdi. Qayerga borsa ham, tadbirlargami, konsert dasturlarigami, qayerga bo'lsa ham o'zimizning milliy kiyimlarda borardi. Shunisi bilan ajralib turardi hammadan. Shirin yulduzli hayotini san'at bilan to'ldirib, nafaqat musiqada, balki boshqa sohalarda ham o'zini sinab ko'rdi. U Shaoli jang san'atini o'rgangan, rus, xitoy, ingliz tillarini mukammal bilardi. Shirin 2021-yilda Rossiyaning mashhur teleko'rsatuvlaridan birida ishtirok etib, yarim finalgacha borgan. Uning san'ati va shaxsiyati tomoshabinlar tomonidan yuqori baholangan. 2024-yilda u Xitoydagi o'qishini O'zbekistonga ko'chirishga ulgurgandi. Bahodir aka, qiz muborak bo'lsin deganda ishonsangiz kulib oldim. Bilmayman. Xursand bo'lib ketdim. Ular shunday xursand bo'lib ketdim ichimdan. Nimagaligini o'zim ham bilmayman. Endi Allohdan bo'lsa kerak. Tunda quyosh botsa tongda porlaydi, gullar so'nsa ham keyingi yil gullaydi. O'ylab ko'rmagan edim hech ham, yoshlik uchib ketsa aslo qaytmaydi. Kecha oxirgi manzilga kuzatishda hur qiz bo'lib ketdi-da. Qoram yog'di. O'zim ko'rgandirsiz. O'zimni sevimli yaxshi ko'rardim. Bu
Shirinni oilasi uchun emas, butun O'zbekiston uchun katta yo'qotish bo'ldi. Hech kim ishonmayapti. Izohlarda ko'rsangiz, yo'q, o'lmagan Shirin deyishyapti. To'ppa-to'g'ri o'lmagan Shirin butun umr qalbimizda qoladi. Lavhamiz qahramoni hali yosh edi. Ammo nafaqat san'atda, balki inson sifatida ham ko'plab ulkan natijalarga erishishga ulgurgan shaxslardan biri bo'ldi. Uning ijodi va yutuqlari abadiy xotiramizda yashaydi. Oila vakillari va yaqinlariga jamoamiz nomidan ta'ziya bildiramiz. Bu kun Arofat Hakimjon va Bekzodjon Zokirov, Toshkent.